g'am tashvishga botgan dunyo va bu dunyoda yolg'iz o'zim qolgandi. Ko'plab yo'qotishlar men hammasidan o'ch olishni xohladim. Savgerni o'ldirishni aytishdi, ammo bu qurbonliklarga sababchi u emas. U haqiqatni bilardi. Men Forsaken Late'ga ishongandim. Ular meni qurolga aylantirishni xohlashdi. Aslida dushman Forsaken Late. Men qurol emasman, men Julianman. Va hammasida o'ch olaman.